Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 26 noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.936 so'm 89 tiyin bo'lib 51 so'm 43 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.769 so'm 20 tiyin bo'lib 53 so'm 33 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 151 so'm 56 tiyin bo'lib 46 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 4 tiyin bo'lib 2 tiyinga arzonladi. 1 qozoq so'mi 136 so'm 46 tiyin bo'lib 59 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultob.uz kanali.